Rekalar ko'rsatib Birinchi. rekalar. Rekalar ko'rsatuvimiz to'g'ri. Bu ish o'rtalik 1-noyabr. Mana shu kizil chebralardan ketyapti, ya'ni Yerevan o'rtog'ini. 62 ming so'mga berganmiz donasini. Keyin mana bu o'rtog'ini chista 10 turga 308 lik strapelamiz. To'rlik deylar, chista razm 308 lik quritilgan zot taxtamizdan ketyapti. Bular 135 ming so'mga beryapti donasi. Ideal ko'zi kam strapelar o'rtog'lar. Sifatlar qanday? Sifat bu sizdan bir o'tga og'iz ayting qani. Sifati umuman gap yo'q-ku. Aha. Shamiz onasi nomer 1 mana shu taxtalari, materiallari, shifrlari. Bu ishiga ishlaganimiz uchun aytmayapsiz. Chin dildan aytyapsiz, to'g'rimi? Nimaga ishlab mumkin bo'ldi kelganimiz. Ya, bir ikkala endi ishlatgan joy maqtaydi o'ylash mumkin-da. Ko'rsin, tekshirsin. Strapel ideal ko'rasiz, o'tani umuman qoraygan narsa emas, pag'nagan emas, bir ikkala pag'nagan narsa sotyapti o'rtoqlar. Bular qoraymaydi, pag'namaydi, shu razmerga qoladi, ingichkalashmaydi. Ideal strapel o'rtoqlar. Ko'rasiz, 135 ming. Manzil Qashqadaryo shahar sahasi. Strapel borman. Mana rekelam ideal rekelar gezilgan o'rtoqlar. Rekelar ko'rishingiz ideal, chista 5,5 mingga 4 lik rekelar o'rtoqlar. Umuman bir singan degan narsa bo'lmaydi. Shunday joyga bog'lab beriladi, bo'ldi. Ideal strapel rekelar o'rtoqlar. Ko'rasiz, Manzil Qashqadaryo shahar sahasi. Hammasi ideal.